Qarshi tumanida bosqinchilik jinoyatini sodir etgan jinoiy guruh a'zolari qo'lga olindi. Tumanning Alisher Navoiy mahallasidagi xonadonlarning biriga tonggi 4:00 larda 3 nafar niqob kiygan noma'lum shaxslar devor orqali kirib, uy egasi, turmush o'rtog'i va o'g'liga tan jarohati yetkazgan. Jinoiy guruh ulardan pul talab qilib, uydagi shkafda bo'lgan tilla taqinchoqlarni olib chiqib ketgan. Eshik ochilganini sezdim. Eshikdan parda qimillab fonar yorug'ini ko'rgandan keyin uyg'ondim, eshikka qarab yurib bordim. Eshikka yurib borganimda eshikni och, hali tashqariga chiqmay bostirib, niqob kiygan bir kishi og'zimni bekitib, yotgan joyimga olib kelib o'tistirdi. Asosan uydan shu pul so'rashdi. Tilla bormi, aytachuyda nima bo'lsa, joyini ko'rsatib azob berishdi. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 164-moddasi 3-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, olib borilgan tadbirlar natijasida gumonlanuvchilar Nexia 2 avtomashinasida davlat raqamisiz hodisa joyida harakatlangani ma'lum bo'ldi. Jinoiy harakatni sodir etgan 3 nafar gumonlanuvchining shaxsiga aniqlik kiritilib, ulardan biri qo'lga olindi. Shuningdek, bosqinchilik jinoyatini sodir etishda jabrlanuvchi to'g'risida ma'lumot bergan shaxs ham ushlanib, ushbu guruh 2024-yil 26 noyabr kuni Qarshi tumani Charag'il mahallasida sodir etilgan bosqinchilikka ham aloqador ekanligi ma'lum bo'ldi. Ushbu jinoiy harakatda ishtirok etgan 1985-yilda tug'ilgan Qarshi shahrida yashovchi yana bir shaxs qo'lga olindi. Rahmat shularga, ichki ishlar ishchilariga, xodimlarga tingani yo'q. Shu davlatimiz borligi uchun mana shu qisqa vaqt mobaynida shu bosqinchilarni ushlab olib kelishdi. Rahmat hammaga. Hozirda 3 nafar gumonlanuvchilar Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlanib, tergov tezkor harakatlari davom ettirilmoqda.